Mashhur faqih muhaddis Albanining mazkur kitobchiga yozgan muqaddimasi. Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tövende dehqonlarga Şeyh muhaddis Muhammad Nasruddin Albanining Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning aqidasi, tahorat elish shakli, namoz o'qish shakli javhiridan mashhur faqih muhaddis Albanining mazkur kitobchiga yozgan muqaddimasi temasini o'qiymiz inshaalloh. Mashhur faqih muhaddis Albanining mazkur kitobchiga yozgan muqaddimasi. Barliq hamd sana Allohga xosdir. Allohga hamd sana aytimiz. Allohdan yordam tilaymiz. Allohdan gunohlarimizni kechirim qilishini tilaymiz. Allohga sig'inib nafsimizning sharridan, amallarimizning yomonligidan panoh tilaymiz. Alloh hidoyat qilgan odamni hech kishi ozdira olmas. Alloh ozdirgan, ya'ni haqni ko'ribmi qabul qilmagan fosiq odamni hech kishi hidoyat qila olmas. Allohdan boshqa ibodatga loyiq ma'budning yo'qligiga guvohlik beraman. Alloh yegona, shirki yo'qdir. Muhammad Rasululloh Allohning quli, elchisi deb guvohlik beraman. Maqsadga kelsak, islomiy kitoblar nashriyot egisi hurmatli qarindishim ustoz Zuhayr Shavish mendan takbirdan salomgacha aynan holatdagi Rasulullohning namoz o'qish shakli nomli kitobni keng o'qirmanlarga tushunishli qilib qisqartib bir kitob qilib berishimni talab qildi. Nihoyat uyg'un bo'lgan bu taklifni xushallik bilan qabul qildim. Chunki buni boshqa qarindoshlarmi men uzundan beri talab qilayotgan bo'lib, menmu ko'nglimda fikib ko'rgan edim. Yuqorqi taklif menga kuch-shijoat bag'ishlab, birmuncha ilmiy amgakka atagan qis vaqtimdan bir qismini keskinlik bilan mush ishga ajratib, kuchimning yetishicha bu talabni o'rindashga tirishdim va bu amgakimni xolis Allohning roziligi uchun bo'lishini hamda bu kitobchining musulmon qarindoshlarimga manfaatli bo'lishini ulug' Alloh taolodan tilab duo qildim. Bu kitobchiga aslidagi to'liq nusxasidan ba'zi mazmunlarni qo'shib qo'ydim. Qo'shilgan mazmunlarni qisqartish jarayonida eskartib qo'yishni, kitobchidagi ba'zi duolardagi so'z jumlalarni izohlab qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Mazmun yaxshi yo'ritib berilgay deb kitobchiga asosiy mavzu va qo'shimcha mavzularni qo'yib, kitobchidagi mazmunlarga raqam qo'shib qo'ydim. Shuning bilan birga har masalaning rukun yoki farzligini bayon qilib qo'ydim. Gap qilinmaganlari sunnat qatorida tushunilgay. Ba'zi so'zlarning qat'iy va farzligini bildirish ehtimolini yoki ilmiy tadqiqotga zid ekanligini qo'shib qo'ydim. Kitobchidagi muhim diniy atalg'ulardan birinchi rukun. Rukun degan narsa shuning bilanla butun bo'ladigan, u bo'lmasa bo'lmaydigan turli rolni o'ynaydigan narsadir. Masalan, ruku namozning rukuni. Ruku bo'lmasa ado topmaydi. Qistirma. Namozdagi rukunlar, namozning rukunlari 17 bo'lib, bular birinchisi Ka'baga yuzlanish, ikkinchisi o'ri turishga kuchi yetadigan kishining qiyomda o'ri turishi, uchinchi niyat qilish, to'rtinchi namozni boshlash uchun Allohu akbar deyish, beshinchi sura Fatihani qiroat qilish, oltinchi ruku qilish, yettinchi rukudan o'ri turish, sakkizinchi rukudan o'ri turib har ustixon o'z o'rniga qaytganiga qadar orom elish, to'qqizinchi sajda qilganda ikki olqinini yeyib tayinish. 10. Sajdada burni va peshonasini yerga tekkizish. 11. Sajdada barliq a'zolarning ma'lum vaqt orom elishi. 12.
Secdeden keyin ustixonlar joyiga tushganga qadar o'ltirib aram ilish. 13. İkinci qitim secde qilish. 14. İkinci rakatga turmoqchi bo'lganda xemir yug'irmoqchi bo'lgan odam ikki mushtumini tukkandek tugib, ikki qo'li bilan tayinib turib qo'pish. 15. Tashahhudda o'ltirish. 16. 3. rakat, 4. rakat. 17. o'ng tarafiga salom berish, qistirma tugidi. İkinci, şart. Şart degan rukunga o'xshash bo'lib, farqi rukun sirtidagi narsadir. Masalan, tahorat namozning sharti. Tahoratsiz namoz ado topmaydi. 3. Vojib. Vojib degan Qur'on hadisdagi buyruqqa asosan sabit o'rinlashgan bo'lgan rukun yoki shartdan boshqalar bo'lib, ado qilgan odam savobga erishib, o'zrisiz tark etgan odam azobga loyiq amaldir. Vojib bilan farzning hukmi o'xshash bo'lib, orasida farq bor deyish Qur'on hadisdan dalil yo'q, keyin paydo bo'lib qolgan xato hukmdir. Qistirma. Farz vojibning vujudga kelish qoidasi. Qur'onda yoki hadisda buyruq shakli kelib, aksicha dalil bo'lmasa, farz vojib shakllandi. Usuli fiqhda farz vojibni o'zgartiradigan dalil bo'lmasa, buyruq shakli farz vojibni bildirdi deyilgan. Bu qoidani barliq faqihlar qabul qilgan. Hatto bu qoida murjiilarning mashhur peshvosi Muhammad Shaybonining asl 298 nomli kitobida bayon qilingan. Masalan, yuqorqi usul fiqh qoidasi bo'yicha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mushriklarga qarshi turib soqolni to'liq qo'yinglar deb buyurgan Sahihul Buxoriy 5892 nomerli hadis so'zi va İbn Umar radıyallahu anhuning soqolini tutamlab alqandan oshqonni kesib etgan Sahih Abu Davud 2041 nomerli sahih hadisligiga asosan soqolni tutamdan oshqidek to'liq qo'yish farz. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam soqolni to'liq qo'yishga buyurgan. O'z to'liq qo'ygan, sahobalarmi to'liq qo'ygan. Biror qitimmi tushirmagan. Bu qoida bo'yicha soqolni to'liq qo'yish farz vojib bo'ladi. Bu qoidaga ba'zi soqolsiz murjiilar nadonlarcha qarshi chiqib, soqolning farz bo'lishi uchun Qur'onda buyurilgan bo'lish kerak. Shunga hadisdagi buyruqqa asosan farz degili bo'lmaydi deb o'zlarining soqolsizligini oqlashgan. Buningga qarata Uyg'ur Jahmi murjiilar birdek e'tirof qiladigan mashhur fiqh kitobi Hidoyada tashahhudda at-tahiyyatuni o'qishning farzligi to'g'riliq mundaq bayon bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning at-tahiyyatuni o'qinglar degan so'zidan namozdagi tashahhudda at-tahiyyatuni o'qishning farzligi aniq bo'ldi. Ayni Hidoya sharhi 277-2. Demak, at-tahiyyatuning ismi Qur'onda bo'lmasa-mu, hadisga asosan farz bo'lganligi soqolsiz murjiilarga ma'lum bo'lgan. Namozdagi vojiblar. Namozdagi vojiblar 28 bo'lib, bular: 1. Ka'baga qarab namoz o'qish. 2. Qiyom, o'r turish. 3. To'soqqa, ya'ni sutraga qarab namoz o'qish. 4. To'soqqa yaqin turib namoz o'qish. 5. Haram masjidida bo'lsa-mu, namoz o'qiyotgan odamning oldidan o'tkichini cheklash. 6. A'udhu billahni o'qish. 7. Jamoatning imomining orqasida qiroati yo'shurun namozda sura Fatihani o'qishi va qiroati oshkora namozda imomning qiroatini anglamagan bo'lsa,
jamoatning Sura Fatihani o'qishi. 8. Har rakatda Sura Fatihani o'qish. 9. Ruku uchun Allohu akbar deyish. 10. Rukuda ikki qo'li bilan barmoqlarini yig'ib olmasdan ikki tizini qamollab tutib turish. 11. Dumbisini tüp-tüz qilib ruku qilish. 12. Rukudan o'ri turish jarayonida Sami'allohu liman hamida deyish. 13. Yana rukudan o'ri turishda Robbana va lakal hamd deyish. 14. Allohu akbar deb sajdaga berish. 15. Sajdaga ikki qo'li bilan berish. 16. Sajdada ikki jaynikini yerga yaygandek yeyib olmay yerdan ko'tirish. 17. Sajdada ikki putini tiklash. 18. 7 a'zo, peshona va burun, ikki olqon, ikki tiz va ikki put uchi bilan sajda qilish. 19. Sajdadan Allohu akbar deb beshini ko'tirish. 20. Sol putini yeyib ustida o'ltirish. 21. İkinci secde üçün Allahu akbar deyish. 22. İkinci rakatga qopmoqchi bo'lganda Allohu akbar deyish. 23. Tashahhud uchun o'ltirish. 24. İkinci va 3. rakatga qopish uchun Allohu akbar deyish. 25. 3. va 4. rakatlardami Sura Fatihani o'qish. 26. Oxirgi tashahhud uchun o'ltirish. 27. Təşəhhudda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge dua durut yollaş. 28. Təşəhhudda 4 nəsədən panah tiləş. Duası oxuş. Qısturma tügüdə. 4. Mustahab sünnet. Sünnet degen Rasulullah'tan buyruq kemmigen, amma özü davamlaştırgan yoki ko'p vaqt qilgan amal bo'lib, qilgan odam savobga erishib, tark etgan odam azobga yoki kayishga uchirmaydigan amaldir. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nomidan so'zlangan sunnatni tark qilib qolgan odam Rasulullohning shafaatiga erisholmaydi degan so'zning asosi yo'q. Buning bilan sunnatdan yuz o'rishning farqi bor. Bundaq asossiz gaplarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nomidan to'qib qilishdan hazar qilish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundaq deganki, kimiki men demagan so'zni meni dedi desa, o'rnini davzaxdan ko'rsin. Sahih Ibn Hibban 28. hadis. Sahihul Buxoriy 109. hadis. Qo'shimcha bayonotim shuki, men Rasulullah'ның namoz o'qish shakli nomli bu kitobni tayyorlashda kitob mazmunini 4 mazhabning hech qaysisiga bo'ysundirmay, faqatla Rasulullah'dan kelgan sahih hadisni asos qildigan ahli hadislarning mazhabini asos qildim. Chunki ahli hadislarning mazhabi eng to'g'ri yo'l bo'lib, buni har qaysi mazhab olimlarimi e'tirof qilgan haqiqatdir. Bular qatoridan olim Abul Hasanat Luqnovi Hanafi shundaq degan. Ahli hadislarning mazhabi albatta to'g'ri. Qandoqmi to'g'ri bo'lmasin? Ular Rasulullohning haqiqiy varislari. Rasulullohning shariatining sodiq izbosarlari tursa, Alloh oxiratda bizni ahli hadislar to'pi bilan birga qilg'ay. Alloh bizni ahli hadislarni yaxshi ko'rib, ish izlarida menib o'lib ketgan nasib qilg'ay. Amin. Abul Hasanat İmam Kalam 34-5. İmam Ahmadga Alloh subhanahu va taolo rahim qilg'ayki, u shundaq degan. Rasululloh akagan din hadisdir. Hadis yoshlarga ajab yaxshi karvon. Hadisdan, ahli hadisdan yiroq turma. Ko'z qarash kechiga o'xshasa, hadis kunduzga o'xshashdir. Ba'zi yoshlar hadis yo'lidan nodon qolgan bo'lsa-mu, hadis xuddi quyosh nuridek o'tkirdir. Hafiz Ibn Abdulbar Jami'u
Bayanil ilm 1459 numur. Hicriye 1392 yılı Safar ayının 26. günü. Nasara yılnaması boyunca 1972 yılı 4. ayının 10. günü Demeşk. Muhammed Nasruddin Albani. Elhamdülillah. Yukarıda meşhur fakih, muhaddis Albani'nin mezkur kitapçığı yazgan mukaddemesini anladınlar. Kitabın ahirini devamlı okuyumuz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.